Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Xbet kontorasidan to'liq ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Biz birinchi bo'lib bu akkauntga kirib, bu mening akkauntim, bundan hozir chiqib ketib sizlarga ko'rsataman. Akalar, to'liq videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Bu sizlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz va bir bosishda mana akalar, juda ko'pchilik odamlar xato qiladigan joyi mana shu yerda bonus tugmasini Casino plus 1x Games deganini tanlashimiz kerak, chunki bizga bu bonus beradi. Va albatta biz promokod degan joyiga promokod yozishimiz kerak. Bu bizga to $500 dan $1100 bonus beradi. Mana shu 1x 311.58.59 promokodini kiritsangiz, bu sizga $500 dan to $1100 birinchi depozitingiz uchun beradi, bonus beradi. Va mana bu yerni men 18 yoshga to'lganman degan joyini yoqib qo'yasiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Men robot emasman degan yerga pitchga chiqadi o'zi. Shu bilan bizga akkaunt qilishadi. Bu akkauntni aniq qilib screenshot qilib olishingiz kerak, chunki akkauntingiz o'chib ketsa yoki boshqa bo'lsa qaytadan tiklab olish imkoniyatingiz bo'ladi. Keyingisi mana akalar, biz akkaunt ochib oldik. Albatta keyingi videolarda to'liq ro'yxatdan o'tish va shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirish haqida gaplashib o'tamiz. Hammaga xayr, sog' salomat bo'lasiz. Albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Xayr.